Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. ChatGPT'da qanday qilib mavzularga oid bo'lgan infografikani yaratishni o'rgatib o'taman. ChatGPTga kirasiz. Mana novi chat turibdi. Va shu joydan faylga bosasiz birinchi. Faylga bosib, o'zingiz загрузить qilgan fayllaringiz ichidan kerakli darsligingizni topasiz. Mana masalan, men 7-sinf jahon tarixidan tayyorlayotganligim uchun 7-sinf jahon tarixini qo'yaman. To'liq tushguncha shu darslikdagi hop 17-mavzuni menga mana tayyorlab ber tagida mana meni o'zimni belgimni yozaman-da. Nafosat ustoz yozuvi bo'lsin deb yozyapman-da. Jo'natdim. Va endi kutamiz, biroz kutiladi. Biroz kutilgandan keyin tayyorlashni boshlayapti. Va bu to'g'ri tayyorladimmi, noto'g'rimi buni ko'rish uchun endi biz albatta 7-sinf jahon tarixini ochib ko'rishimiz kerak. 17-mavzu bizda nima ekan? 17-mavzu bizda o'rta asrlarda xristian olamida sodir bo'lgan o'zgarishlar degan mavzu ekan va rasm qanday tayyor bo'ladi? Buni ko'ramiz. To'g'risi rasm tayyorlash biroz vaqtni oladi. Ozgina sabr qilasiz. Unga qadar yana bir narsani ko'rsataman. Sizni avvalgi tayyorlagan rasmlaringiz, proyektlaringiz yoki tashlagan kitoblaringiz mana shu joyda turadi. Mana shu joyda men oldin ham tashlaganman. Bu saqlanib qoladi, ya'ni yo'qolib ketmaydi hech qayerga. Va mana ikkinchi bir 16-mavzu haqida men rasm tayyorlayotganim. Endi buni saqlab olishni ham birato'la ko'rsatib o'tib ketay. Mana shu pastga nimani bossangiz, mana aylanyapti. Mana изображение сохранение, ya'ni rasm saqlandi deb chiqadi. Endi biz o'zimizga qaytamiz. Jarayon ketyapti va nihoyat kutilgan jarayon hozir mana. Aynan o'sha mavzu xristian olamida sodir bo'lgan o'zgarishlar va biz kutgan rasm. Buni nima foydasi bor? Buni o'quvchilarga tarqatmali material sifatida tarqatsangiz ham juda ham yaxshi bo'ladi. Buni saqlashni yana bir bor ko'rsatay. Mana saqlanyapti. Va bu saqlangan narsani bemalol mana Telegramingizga kirib, bemalol mana o'zingizning shaxsiy gruppangizga tashlab qo'yishingiz mumkin. Shu bahona o'zimni Telegram kanalimda ham reklama qilib ketyapman. Bundan tashqari YouTube kanalim ham bor. Fidoyi ustozlar deb kiradigan bo'lsanglar, sizlar uchun mana anchagina yaxshi ma'lumotlar bor. Ya'ni qanday qilib darslarni qiziqarli o'tish bo'yicha o'rtada reklama ketdi. Menga shu mavzu asosida mana ikkinchi nimasida tayyorlayapmiz asosida test tayyorlab ber. 5 dona tezroq bo'ladi. Mana ikkovi ham tayyorlanish jarayonida mana testimiz tayyor bo'ldi. Mana to'g'ri javob bilan. Endi shuni Word qilib ber deymiz mana. Word shaklida tayyorla. Word shaklida tayyorlab beradi. Ya'ni siz bemalol uni сохранить qilib printerda chiqarib olishingiz uchun. Word bo'ldi va Word mana shu joyda mana сохранить qilasiz.